Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Uzun sizlar charchamayapsizlarmi? Tanajoningiz sog'mi? Bugun tantanali ravishda YouTube kanalimizga birinchi video qo'yamiz. Ko'pchilik so'ragan qanaqa transport bo'lgansi yoki minus plusi. Men o'zim boshlagan velida boshladim, undan keyin shu velida ham terlisi, supayt ham keyin terlagandan keyin sovuq yuram, shamollash bor. Shuning uchun ko'proq gapiraman, bu YouTube'ga qo'yiladi. YouTube'da bemalol bilasizlar, soatli narsa ham qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun lekin qisqalarni tushuntirib o'taman. Hozir tanishtiradigan narsam elektr yuradi. Elektr velosiped deymizmi, moped deymizmi bilmadim. Kimdir Go 20 km/soatga yuradi. Zaryadkasi o'rtacha qish payti 4 soat, 3 soat ketadi, qiynalmasdan yursa. Agar tepanlikga ko'p haydaydigan bo'lsangiz, batareyasi tez o'tiradi. Kerakli narsalar haqida gapiramiz. Bunga kerakli narsalar yo'da yig'ib qo'yganman buni. Jamlanma qilib. Birinchi kerak bo'ladigan qish paytida любой transportga, velosipedga ham, skuterga ham perchatka. Perchatka shamol to'sadigan issiqroq bo'lishi kerak. Nega? Yuzga niqob, maska bu ajraladi. Uzun marketdan olsa bo'ladi buni. Perchatka, niqob. Keyin обязательно дополнительный shapka olaylik, kerak bo'ladi kech payt. Shapka. Yana nima bor bunda? Bu niqob. Maska desa bo'ladi. Spezlarga o'xshaydi. Shamol to'sa bo'yingacha yopadi, uzunroqroq yaxshi. Yana bitta narsa, shuni kerak narsalardan power bank. Endi boshlayotganlar iloji bo'lsa power bankka 20 ming yoki 30 mingligini olinglar. 10 ming vattlilari o'tirib qoladi yoki yaxshi zaryad bera olmaydi. 6 soat, 8 soat sizlarni olgan bo'lsangiz, ishlab olishingiz mumkin. Yana kerakli narsalardan bittasi bu folder. Folder xotirasida ko'p qo'yib bosurasida. Folder обычный joylarda 60-70 ming turadi. Chorsudan olganman buni. Hech pul 55 ming, 60 mingga oldim. Kerakli narsa xolos. Power bank 200 ming, 300 mingga 20 ming, 30 minglarni topsa bo'ladi. Ataki qimmatroq 400 minglarga ham yaxshi joy topsangiz, olsangiz bo'ladi. 20 ming, 30 ming sifatli bo'ladi. Shapka aytganimdek kerak, maska. Buni Chorsudan olsangiz bo'ladi. Shapkani ham topsa bo'ladi. Chorsudan topilgan narsalarning bittasi bozorda kamroq, lekin uzun marketdan olsangiz bo'ladi. Buni narxi 60 ming. 50 ming, 60 ming atrof. Perchatka ham Chorsudan olingan, 55 mingmi, 50 mingga olingan. Ular shunaqa gaplar. Kimdir Go'ga keladigan bo'lsa, haftalik olsangiz bo'ladi. Haftalik 250 ming so'm to'laysiz. Kuniga 50 mingdan to'g'ri keladi. Kuryer ishlamoqchi bo'lganlarga. Kuniga 50 mingdan zaryadkasi shu 4 soatlik yetib beradi sizlarga. Hozir shunaqa gaplar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha o'zingizdan asranglar, charchamanglar.